nafariki da'vat qiladi, u taqrir qiladi, hadafi rizoyat Alloh subhanahu va taolo bo'lmaydi. Bir nafariki ilm o'rganadi, u o'rgatadi, hadafi nashr ilm, nashr vahiy bo'lmaydi. Janob Nabiy alayhisolatu vassalom aytdilarki, bu jannat ismini ham topmaydi, o'zi kanarda to'xtasin. Mutavajjih bo'lsin ularga shuhrat uchun madrasadorlik etadi. Mutavajjih bo'lsin ularga mol uchun, dunyo uchun madrasadorlik etadi. Mana bu hadis payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularga hushyor beradi. Vahiyni barobarida bizning mas'uliyatimiz shu: imomat, xitobat, mudarrislik, da'vatgar bo'lishlik hammasi boyat rizoyat Alloh taolo uchun bo'lsin. Mardimga haqda aytib bermading. Mardim ki nima desan shunga qarab ketaverding. Illa utiya bihi yawmal qiyamah, magar keltiriladi buni parda qiyomat ro'zi muljaman bilijamin minan nar. Og'ziga jilav qo'yilgan, kiydirilgan alovdan bir jilav. Olim agar mardimga haqda aytib bermasa, agar olim qiyomat kitoblarni aytib bermasa, qiyomat shariatni aytib bermasa, qiyomat vahiyni aytib bermasa, mana shu musibatga giriftor bo'ladi. Ana o'sha uchun da'vatgarlar lozim va zarurki tanho hadafi rizoyat Alloh subhanahu va taolo bo'lsin va hamchinon dinni yetishtirishlik borasida hech bir hiros va tarsi bo'lmasin. Avvaldan oxiriga ham ulamolarga xizmat etib kelgan, mana shunday xizmat etib kelgan.